Assalomu alaykum gilamlar olami YouTube kanalining hurmatli kuzatuvchilari. Bugun xudo xolasa bugungi magazinimizdan sizlarga tayyor gilamlar narxlarini ko'rsatamiz, daroshkalar narxlarini ko'rsatamiz. Bu tarafda xudo xolasa yangi metrajli gilamlar kelibdi. Hali pachkasidan ochib ulgurilmagan sizlarga birma-bir shular narxlarini ko'rsatib chiqamiz. Aytib o'tganimizdek xudo xolasa hammadan arzon narxda qilib beriladi. Vodiy bo'ylab dastavkasi ham bepul. Videomizni oxirigacha ko'rib like'larni bosib turing. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotni yetkazib berishga harakat qilamiz. Xormay aka yaxshimisiz? Yaxshi rahmat o'zi yaxshimisiz. Aka qaysilarni ko'rsatamiz endi boshidan? Tayyor gilamlar keldi. Mana yangi kecha tushirishdi bolalar. Yek zavodidan keldi. 75 ming so'mdan qilib beramiz mana. 75 ming so'mdan. 75 mingdan. Zo'r, gap yo'q. Mana bu yerda ko'rib turgan 80 lik daroshkalariz. Metri 55 mingdan. 55 mingdan. 1 metri. 1 metriga. 1 metri. Zo'r. Bular bor 100 mingdan. 120 mingdan. 120 mingdan. 130 mingdan. 90 mingdan. 90 mingdan. 90 mingdan. Bu ham 90 ming. 90 Bular 180 mingdan kvadrati. Kvadratiga 180 mingdan. 180 mingdan. Zo'r gap yo'q. Mana bu tarafda mana tayyor gilamlardan ham bor. Har xilidan 3 ga to'g'ri mana. Plus har xillaridan bor. Bemalol kesalaring sizlarga chiroyli qilib qo'yishadi. Daroshkalarda ham kattalari bor ekanda bitta. Bor. Har xil razmerlari bor daroshkalardan. Bor ekan. Tanlab olishaveradi. O'zlaringga qanaqasi kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasidan bunaqa kichkinalardan deysizlarmi, kattaroq, undan ham kattasi deysizlarmi, xullas hammasini sizlarga aytib o'tganimizda xudo xolasa vodiy bo'ylab dastavkalar mutlaqo bepul bo'ladi. Bular qanaqa narxlar endi bu tarafdagilar? Bular 180 ming kvadrati, bu ham Exo'niki Lotus kolleksiyasi, qalinligi o'ta qalin. Buni ham mana orqalari kanopli. Xo'p, qalinligi ham mana o'ta qalin. qalinligi ham zo'r, xudo xolasa. Zo'r, spanel atrofiga sepka bo'lib hasharot qilib qo'ymaydi. Zo'r. Mana Xutash high-tech razvedkani yengilrog'i bor. Bular 110 mingdan. 110 ming so'mdan. 110 mingdan. Buni ham orqalari kanopli. Gullar tinib o'tgan, qalinliklari qalin. Buni ham. Xudo xolasa zo'r bu ham, chotki. Zo'r, chotki bu. Og'irligi ham yaxshi bo'larkan bularga. Gap yo'q, joy namozlardan ham bor ekan. Sizlarga xullas gilam narsasi bo'yicha qanaqa narsa kerak bo'lsa, qanaqa narsa kerak bo'lsa, bor topib beramiz. Hammasidan xudo xolasa topib beriladi. Bu tomonda metrajlar bor. Metrajlar hali ochilmabdi ham. Ochilib ulgurmagan metrajlar bor. Orqasidan gulni ko'raveringlar. Buni keyingi videolarda agar ochib berishadigan bo'lsa, bularni ham ko'rsatib o'tamiz. Narxlari necha puldan chiqadi bular? Bular 95 mingdan chiqadi. 95 mingdan. Yek firmasiniki. Yek Zo'diniki, mana orqasidan ko'rsatishingiz mumkin. Barsa kolleksiyasi. Gap yo'q, zo'r. Pastdagilarchi mana. Tafting balos 75 mingdan. 75 mingdan. Bu tarafdagilarchi? Bu tomondagilar 75 mingdan, bu qatordagilar pulni 75 mingdan qilib beramiz. Ya'ni 3,5 metrli yek Zo'diniki qalinligi o'ta qalin. Nostandart razmerlarga 320, 330, 335 larda o'zimiz joyida borib kesib to'g'irlab beramiz. Hamma xizmati bepul. Hammasi ichida. Hammasi gilamning ichida. Uyga borgandan keyin shopirga muncha pul berasiz, shopir pul so'ramaydi, yo'lkiramga pul berasiz. Yo'lkira bepul. Bepul, tashlab beriladi. Tashlab berish bepul. Vodiy ichi bepul. Gap yo'q, zo'r. Qolgan joylar kelishamiz. Kelishilgan holda mana bu qancha narxi? Bu ham 75 mingdan. Bu tafting palosmi shu? Bu tafting palos. 75 ming so'm. 75 ming so'mdan. Gap yo'q, mana tayyor. Bu ham metrajlar. Bu ham 75 ming. Bu qator pul 75 mingdan qilib beramiz. Bu tarafdagilarchi? Bu tomondagilar buni sachiqli gilam. Buni 130 mingdan qilib beramiz. Kvadratiga. Kvadratiga 130 ming. Kvadratiga 130 dan. Bularchi? Bular 180 mingdan. 180 ming. Bu 75 ming. Tepada 100% paxtali Exo'dini Tovuch kolleksiyasi, bu ham 180 ming. 180 mingdan. Zo'r. Gap yo'q, chotki. Bu tarafdagilarchi pastda. Bu tomondagilar 75 mingdan. 75 ming so'mdan. Bulardan ham olsalaring bo'ladi, xudo xolasa. Qanaqasi o'zlaringga dizayni yoqadigan bo'lsa, menga bunisi yoqdi. Narxi necha pul? Salaring xudo xolasa aytgan razmerlaringni hammasi qilib beriladi. Hammasi qilib beriladi. To'g'ri. 200 ming so'mdan. 200 ming so'mdan. Kvadratiga olsa, haqiqiy qalin gilam mana shular. Bitta bundan tashqari qolgan hammasi 200 ming so'mdan. 200 ming so'mdan. Buni 135 mingdan qilib beramiz. 135 tepadagini. Tepadagi bilan pastda ikkitasi 135 ming. Pastdagi ikkitasi 200 mingdan. Ikkitasi 200 mingdan. Ikkitasi 200 mingdan xudo xolasa. Magazinda assortimentni ko'rib turibsizlar, aytib o'tganimiz atrofga qaraganda eng arzon narxda bizda bemalol solishtirib narxlarda xudo xolasa kesalar keyin bo'ladi. Daroshkalardan ham bor, har xillaridan sizlarga qanaqasi kerak bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa hammasidan topib beriladi. Bular narxlari qanaqa endi? Bular 75 ming so'mdan, bular komplektli, spanel atrofiga bir xil qilib solaman deganlar 75 mingdan qilib beramiz. 75 ming so'mdan bularni ham xudo xolasa qilib beriladi. Gap yo'q. Endi ko'pchilik aka manzilni so'raydi. Manzilimizni ham tushuntiraylik. Tashqarida ham bor ekan o'ziga. Tashqarida ham apartament ko'p. Aha. Tashqarida ham xudo xolasa gilamlar bor ekan. Gap yo'q, bemalol xudo xolasa kesalaring. Ta'minot bozorining asosiy eshigidan ichkariga kirganda 2 biday
Bitta to'g'risida gilomlar olami. Gilomlar olami. Xudo xolasa. Bu tomonda mol bozoridan kiraverishda 2 pitaga yetmasdan 10 qo'lda birinchi ekan. Gilomlar olami. Bemalol kelaverasizlar. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib berishadi. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumot yetkazib beradi deya umid qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha